Hamma mendan tinmasdan reseptni so'ragan o'sha mashhur somsa xamirimni reseptni 1,5 daqiqa vaqtingizni ajratsangiz bilib olasiz. Buning uchun bir kosa muzdek suvga osh qoshiqni 3 dan 1 qismida tuz solib yaxshilab aralashtirib 5 daqiqa tindirib qo'yamiz. So'ng idishimizga elangan unimizni solib, shu suvimizni solib, qo'lga yopishar-yopishmas yumshoq xamir qoramiz va 2 zuvalaga bo'lib, yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada suradigan yog'imizni tayyorlab olamiz. Buning uchun margaritoni slayonli testo uchun mo'ljallangan margarinni hamda qo'y yoki mol yog'ini ozgina eritib, qo'shib, bankaga solib, xolodilnikda saqlab yursanglar bo'ladi. Men xuddi shunaqa qilib saqladim va uni kerak paytda olib, eritib, bemalol ishlatverasizlar. Xamir yumshoq qolganimi sababi u tez yoyiladi hamda qattiq bo'lmaydi pishganda. Lekin yumshoq xamirni yoyish ham qiyin, chunki uni har yoyganingizda un sepib yoyishingiz kerak. Bo'lmasa yopishib qoladi. Tayyor o'ralgan xamirlarimizni yarim soatdan 1 soatgacha xolodilnik morozilkasida yoki 2 soat xolodilnikda saqlab bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Men 2 xil nachinka tayyorladim: qovoqli va qiyma kartoshkali. Bu xamirlarimdan o'rtacha 60-65 ta somsa chiqdi. Sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'nating.